Kuchli ta'sir qiluvchi dorilar va giyohvandlik moddalari bu jamiyat va yoshlar hayotiga katta tahdid solmoqda. Bu muammo bilan kurashish har doimgidan ko'ra dolzarb ahamiyat kasb etadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan poytaxt hududida zahri qotilga qarshi muntazam ravishda tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, Bektemir tumanida xizmatga jalb qilingan patrul post xizmati va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. O'zida shubha uyg'otgan Cobalt rusumli avtomobil xolislar bilan ko'zdan kechirilganda haydovchi va mashina salonida 189 ta Zardex, 75 ta Regapen, 15 ta idishda suyuqliklar va 10 ta qadoqlangan giyohvandlik vositalari va tarozi daliliy ashyo sifatida olingan. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari, giyohvandlik vositasi bu ham kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi. Mana bu yerda izolentalar o'sha zakladka usulida tarqatish uchun tayyorlab qo'ygan. Bu giyohvandlik vositalari, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalar agar Toshkent shahrida tarqalib ketganda ko'plab yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlarni zaharlashi mumkin edi. Eslatib o'taman, giyohvandlik vositalarini tarqatishga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasiga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Bektemir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday zahri qotilni tarqalishidan to'xtatishdi. Yo'q, bu yo'lga kirmayman umuman qayta. Mana shu moddalarni yaqinlaringizga ravo ko'rgan bo'larmidingiz? Yo'q. Yaqinlarimga ham, tanishlarga umuman ravo ko'rmayman. Siz nimaga endi yaqinlaringizga ravo ko'rmaydigan narsani boshqalarga ravo ko'ryapsiz? Pushaymonman qilgan ishimdan, afsusdaman. Qing'ir ishning qiyig'i chiqdi. Osongina ish bitiraman degan shaxs qonun posbonlaridan qutula olmadi. U qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasi 5-qismi 251 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Toshkent shahrida bu kabi tadbirlar davom ettirilmoqda.